2 soat 3 soat pasport, prava mashinani chiqarib beramiz. 2 soat 3 soat evaziga. Bitta pasport bilan prava olib kelasizlar. 2 soat ichida bemalol olib ketasizlar. Uzog'i 3 soat mashinamiz. Mashinamiz yili 2014-yil. Mashinamiz Mix Lux kondisioner, balonlar yangi holatda. Mashinamiz propan gaz balonda. Tayyor mashina, kelasiz, pasport pravani berasiz, boshlang'ich to'lovini berasiz, binasiz ketasiz akalar. Ha jigar, yana Mogoda aksiyani super bombasi. Mogomizdan mashina xarid qilgan mijozlarimizga hozir mashinalarni kuzov qismi, motor qismi yo biron joyi biron narsa bo'lib qolsa, ustoga bir taxlatish kerak bo'ladi, qadoviy qismi buziladimi masalan, taxlatish kerak bo'ladimi? O'zimizga olib kelsalar 20% aksiyasi bilan qilib beramiz. Ya'ni qadoviy almashtirish kerakmi? Usto haqqi 20% bo'ladimi? 20% ni 1 million so'm bo'ladimi? 20%, ya'ni 800 ming so'mga taxlab beramiz. Bemalol. Ya'ni video davomida davom etib ketamiz. Nexia ushlarimiz, Cobalt, Gentra, Matiz, Spark kabi mashinalarımizga 5 milliongacha, 10 milliongacha aksiyalar aytib o'tilgan. Bemalol video davomida aytib o'tamiz. Bemalol videoni o'tirib tomosha qiling jigarlar. Bu videoni bombasi bo'ladi. Mogoda aksiyani zo'ri. Gentra bilan Cobalt oshib qo'yaga. Qadrdon do'stlar, aziz vatandoshlar, kanalimiz obunachilari. Xudo xolasa bugungi yangi videomizda Mogo Avtolizing kompaniyasiga kelgandik. Sizlar uchun aksiya qilishni davom etamiz. Bugungi yangi aksiyalarimiz avvalgilariga qaraganda bomba bo'ladi. Xudo xolasa akamiz bilan aksiya qilamiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshimisizlar? Assalomu alaykum aziz obunachilar, yaxshimisizlar? Yaxshimisizlarmi? Mana yana Mogoda aksiyalarni super mega bombasini qilyapmiz. Yana ko'rsatib o'tamiz aksiyalar zo'rini. Joylarimizni aytib o'tamiz. Joyimiz Sitora bolalar bog'i kiraverish joyida. Detskiy Balisani ro'parasi и Minor savdo majmuasining ro'parasida. Xo'sh, yana aksiyalarimizni boshlaymiz. Bizdagi masalan bizdan Mogodan mashina xarid qilgan mijozlarimiz, to masalan mashinani yopib bo'lgancha biror joyga biror narsa bo'lib qoladimi, masalan kuzovnoy qismidami, motor qismidami, qadoviy qismidami biror texnik nosozliklar bo'lib qoladimi, uni baribir taxlatishga to'g'ri keladi. Shuni taxlatgan paytga o'zimizga olib kelsa, taxlatish uchun 20% chegirma bilan taxlatib beramiz. Ya'ni 1 million so'mga masalan polni qadoviy bo'lsa, biz 1 million so'm emas 800 ming so'mga taxlatib beramiz agar o'zimizga olib kelinsa. Cho'tki qilib aksiyalarni yana aytib o'tamiz. Xo'sh, har bitta mashinalarimizga aksiya berganmiz. Undan xabarlaringiz bor. Yana aksiyalarning zo'rlari bor. Xo'sh, mana masalan Matiz avtomashinamizga xo'sh, narxi 61 million so'm edi, 58 million so'mga sotuvga qo'yganmiz. 6 million 650 ming so'm, ya'ni 10% boshlang'ich to'lov ketirasiz. 2 soat 3 soat pasport, prava mashinani chiqarib beramiz. 2 soat 3 soat evaziga. Bitta pasport bilan prava olib kelasizlar. 2 soat ichida bemalol olib ketasizlar. Uzog'i 3 soat mashinamiz. Mashinamiz yili 2014-yil. Mashinamiz Mix Lux kondisioner, balonlar yangi holatda. Mashinamiz propan gaz balonda. Tayyor mashina, kelasiz, pasport pravani berasiz, boshlang'ich to'lovini berasiz, binasiz ketasiz akalar. Mana. Bemalol kelaverasizlar. Keyingi mashinamiz Matiz 2018 oxirgi yildagi yangi Matizlar so'raganlar uchun 2018-yil Matizimiz Best. Narxi 68 million so'm edi. Aksiya narxida hozirgi kunda 64 million so'mga qilib beramiz. Ya'ni 6 million 650 ming so'm bunga ham boshlang'ich to'lov. 530 dollar ketirasiz akalar. Uni dokument, rasxod hammasini notarius, patrus hamma ishlarini qilib tayyor qilib beramiz haydab ketishga. Balonlari ham yangi, mashinamiz propan gaz balonda. Qo'lliklari bor. Yil 2018-yil. 18-yil yana bir 18-yil 64 million so'mga chiqarib beramiz. Propan gaz balonda. Propan gaz balon bor. Bunaqa aksiyalar faqat Mogoda. Nexia 2 legendalarimizga o'tamiz. Bu Nexia 2miz 2016-yil oxiriga chiqqan Nexia 2lardan. Polni Radnoy, даже zang ko'tarmagan mashinamizga, zang ishlanmagan Polni Radnoy. Mashinamizning narxi 89 million so'm edi. 84 million so'm aksiya narxida beradigan bo'ldik. 8 million 400 ming so'm ketirasizlar aziz obunachilar. Olib ketasizlar mashinani. Pasport prava, bunga ham 2 soat, 3 soat berib pasport prava. Mashinamiz metani bor, Polni Radnoy, balonlari zo'r holatda. Mashinamiz tayyor. Ideal holatda turibdi mashinamiz hali. Ko'rib turganingizdek mana kelaverasizlar. Bunaqa aksiyalarni faqat biz qilamiz. Boshqa joyda bunaqa aksiyalarni topa olmaysizlar. Xo'p, keyingi mashinamiz Nexia 2 legendamiz 1.6 Lux kondisioner. 1.6 Lux kondisioner. Mashinamizni 78 million so'mga beramiz. Ya'ni bunga 15% boshlang'ich to'lov olib kelasizlar, 15%. Olib kelasizlar, mashinani tayyorlab beramiz. Farqini ham tushuntirib o'tamiz. Mana mashinamiz 01 Toshkent nomerida, tayyor turibdi nomeri. 2 soat 3 soatda
chiqarib beramiz. Mana bu mashinamiz 80 nomerda turibdi. Bunga 1 kun, 1,5 kun vaqt ketadi. Shu narsani ham aytib o'tamiz. Alohida videoni to'liq ko'ringlar. Keyin aytiladi, ko'p mijozlar tomonidan aytilyapti, nimaga 2 soat, 3 soat dedingizlar, 1,5 kun, 1 kun vaqt ketyapti deb. Mana shunda nomer uchun vaqt ketadi, nomer uchun. 80 nomer bo'lsa 1 kun, 1,5 kun, 01 tayyor nomer bo'lsa 2 soat, 3 soat aytilganda. Aldash yo'q. Xo'p, bu mashinamiz 2014-yil 1.6 Lux konditsioner propan gaz balonda. 15% bosh to'lov. 15% bosh to'lov berasiz. Balonlari ham yangi, tayyorlab beramiz. 1 kun, 1,5 kun ichida. Mana. Xo'p, endi Nexia 3imizga kelsak. Nexia so'raganlar uchun. Nexia 3 so'raganlar uchun mashinamiz polni radnoy 2022-yil avtomat. Mana oxirgi chiqqanlardan ekan. 2022-yil avtomat oxirgi chiqqanlardan. Mashinamizda nuqta bitno joyi ham yo'q. Mashinamiz metan gaz balonda ideal holati. Bu mashinamizga xo'sh, narxini 9,5 deyapmiz. Yana kelishtirib beramiz. Narxini kelishtiradi. Kelasizlar, bunga ham 1,5 ming dollar berasizlar, chiqarib ketasizlar. Mana. 1,5 ming dollar boshlang'ich to'lov bilan bemalol olib ketishingiz mumkin. Mashinamiz 2022-yil avtomat. Avtomat korobka mashinamiz 22 yil. Kelaverasizlar bemalol. Yangi Nexia so'raganlar uchun bu. Cobalt so'raganlar uchun Cobalt mashinamiz ideal holatda, kimgadir tuninglar yoqadi. Mana bu Cobaltimiz tuning. Cobaltimizni ko'rsatib o'tamiz. Krugovoy shumkada mashinamiz. Shumka qilingan mashinamiz. Krugovoy shumka, umuman ichkariga shumlar eshitilmaydi. Xo'sh, akvaprintlar qilingan mashinamizda multi rul, cruise control, climate control hammasi ishlaydi. Avtomat korobka mashinamiz, Start monitorlari bor, start stoplari ham bor. Chixol barcha ishlar qilib qo'yilgan mana. Monitor, video registrator, multi antiradar, hamma narsasi bor. Mashinamiz ideal holatda, oldin oynalariga sonsiz ashtalar urib qo'yilgan. Holati o'ta ideal. Kolonkalari ham polni almashgan, keyin kolonkalar qo'yilgan. Ideal holatda, ovoz chiqarishlari ham zo'r. Mashinamiz metan gaz balonda, krugovoy shumkada. Mashinamizning balonlari, archa balon, zo'r holatda balonlari, yangi turibdi, archa balon yangi qo'yilgan. Bemalol xizmatlaringizni qilaveradi azizlar. Kelasizlar, mashinamiz narxi 11 ming. Yana gaplashiladi, 11 ming so'm narxi, bemalol kelib xarid qilishingiz mumkin. Bu mashinamizga ham 1800 dollar boshlang'ich to'lov berasiz, kredit evaziga chiqarib beramiz azizlar. 1800 dollardan kelasizlar mana. 1800 dollarga. Bir kun ichida ishlaringiz bitadi, olib ketaverasizlar bemalol. Bitta pasport va prava evaziga. Xo'sh. Gentra avtomashinamiz, Gentra avtomashinamizni oxirida aytib o'tamiz. Oxirida aytamiz Gentrani. Cobaltda yana yuzlanamiz. Cobalt avtomashinamiz 2022-yil. 22 mi bu? 2022-yil bu Cobaltimiz, buni narxi 10300. 10300. Bemalol kelasizlar. Bunga ham xuddi shunday 1,5 ming dollar ketirasizlar, 1,5 ming dollar. Bemalol chiqarib beramiz. Oddiy avtomat Cobaltimiz. Endi uni tuning qilingan edi, bunisi oddiy avtomat Cobaltimiz. Mashinamizga barcha ishlar qilib qo'yilgan. Mashinamiz metan gaz balonda. Holati yaxshi, zo'r mashinamiz turibdi. Narxi 10300, 2022-yil avtomat. Avtomat. 1,5 ming dollar evaziga, pasport evaziga olib ketasizlar akalar. Mana, kelib bemalol olib ketsangiz bemalol kelib olib ketishingiz mumkin. Xo'p. Xo'p, pachka Cobalt so'raganlar uchun mana endi pachka Cobalt. 2023-yil yangi pachka Cobaltimiz, narxi 12600 dollar. Bunga ham ketirasizlar, 2000 dollar olib kelasizlar, chiqarib beramiz pachka Cobaltimiz. Holati yaxshi, yangi turibdi mashinamiz, pachka hali hech qancha yurmagan. Mashinamiz ideal. Xo'sh, endi Gentraga to'xtalsak, Gentraga kelamiz. Gentramiz 2021-yil avtomat, fullidan Luke ABS hammasi bor. Gentramiz 2022-yil. Buni narxi 11,5 ming deyapmiz, yana kelishdamiz. Kelsalar, kelishib aytib eshitamiz. Mashinamizga 1000 dollar asosan 1000 dollar boshlang'ich to'lov berasizlar, kredit evaziga chiqarib beramiz. Faqatgina 1000 dollar. Atigi 1000 dollar. Boshqa hech kim qila olmaydi bu narsani. 1000 dollar berasizlar, mashinamizning holati tiniq. Aka, hozir bu yerda turgan mashinalarni ba'zi yoqmay qolishi mumkin. Yana boshqacha avtomobil so'raganlar uchun ularga nima deysiz? Bu yerda turgan mashinalar yoqmasligi mumkin. Boshqa avtomobil tanlashlari mumkin. Boshqa avtomobil esa boshqa avtomobil topib beramiz yoki o'zlariga yoqqan mashina bo'lsa, o'zlari ko'rib yurgan, tanlab olib kelgan mashinalari bo'lsa, ularni ham qilib beramiz. Bozordan olgan bo'lsalar, ya'ni qo'shnilardan olgan bo'lsalar, farqi yo'q. Hamma narsani tayyorlab, cho'tki qilib beramiz. Xohlasalar bizdan olsinlar, xohlasalar o'zlari olib kelsinlar mashinani. Cho'tki qilib chiqarib beramiz. Xohlasa barchasi cho'tki bo'ladi mana.
Bunaqa aksiyalarni faqat biz qilib boramiz. Xudo xolasa keyingi videoroliklarda ham bundan da yaxshi aksiyalar qilishni davom etamiz. Unda bugungi videolarimiz shulardan iborat edi. Videomiz yoqsa bittadan like bosib, obuna bo'lib qo'yinglar. Mayli akajon. Mayli aka, sog' bo'lasizlar. Ishlaringizga omad. Mayli aka. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.